Avvalambor assalomu alaykum yurtdoshlar. Xorazm, Buxoro, Qoraqalpoq, Navoiy sizlarga xudo xolasa Odilbek do'stimizni qorasini kelganmiz. YouTube kanalda toza ish faoliyatimizni boshlaganimiz uchun xudo xolasa bir dana like bosib bizlarni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu qo'shqarimizni xudo xolasa 2 dan 3 eng Odilbek. Evet, bu 2'den 3. 2 dan 3. Bu Buxorodan geldi, Canlardan. Bu qo'shqarimizning ma'lumotuna kelsak, bu qo'shqarimiz Gentra Nevera. Gentra bu anda şu uruşu bilgen Gentra'nın ne veresi? Evet. Maşallah, lekin Vesovoy mal. Vesovoy. Şimdi bu boylar orta. 130 kilo vis. Hazır o günde kelleler, şahlar, yüzü bir tema. Şuraylı oyunları zor. Yürüyüşleri kolayını örgendi. Sipalap. Azgına terbiyelab xudo xolasa devrede zor tamaşasını görse boladı. Boladı, 100% boladı. Ana qo'shqarimiz. Bu birinchi qo'shqarimiz. Xudo xolasa 6 dana qo'shqarimiz bor. Like bosib poddesh kelib tursanglar, xudo xolasa sizlarga zo'r qo'shqarlarni qo'yib berishda davom etamiz. Bu birinchi qo'shqarimiz Gentra Nevera ekan bu. Bu qo'shqarimiz ikkinchi qo'shqarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Bu qo'shqarimiz ma'lumotlarına kelsak Odilbek, Bu qo'shqarimiz toza 2'den 3 ban, 3 yaşar. Xudo xolasa bu qo'shqarimizning ma'lumotlari. Bu Roşan Zoramız var, 5 de baytılar. Roşan Beşikçi'nin tanımayacak adam yok. Buxoro, Navoiy hem yeri daniydilar. Şu dostumuz koz vaqtda etken bunu. Bunu lakabını ecellep koymuş. Xudo xolasa 9 Avgust günü tamaşasını göremiz bunu. 9 Avgust'ta xudo xolasa 50 kalada boladan toya hemmeni qo'shqarvozdan teklif etib qolamiz. Xumorovozdan, doğru mu? Ulan hemen Ahmet'ini versin. Hemen yolunu versin, hemen omedini versin. Bu qo'shqarimizdan xudo xolasa chiroyli tamaşasını göremiz. Odilbek otlağı uzak bo'lsin deymi? Rahmat. Hemen nasip etsin. Hemen nasip etsin. Şimdi zor qo'shqarlarni bakış. Bu qo'shqarimiz 3-chi qo'shqarimiz endi. Xudo xolasa bu qo'shqarimizni Odilbek özlerimiz Buxorodan kelganmiz, ma'lumotlarni özlerimiz aytib o'tsak. Özleriniz aytıverin mi? Özlerimiz aytib o'tamiz. Bu qo'shqarimiz Buxoro shahar istemekenimizden çıkan, xudo xolasa istemekemizning qorasida özlerimiz ağamız bu qo'shqarni gelip Odilbek'e berganmiz. Odilbek'e satilgan qo'shqar. Bo'ri laqabli qo'shqar. Bo'ri. Lakabı Şamal. Şamal. Özü Bo'ri Şamal aytadi ekanlar bu qo'shqara. Bu qo'shqarimiz ham hozir 2'de 3'e tayyor xudo xolasa. 9'unda yerlik kalada boladan toyda ajoyib edip bu qo'shqarimizdan tomoshasini göremiz xudo xolasa. Вообще krasata lekin gap bo'lishini göremiz. Başkanlara yetiştirdiler etme. İstemek ya addenli rahmet. Dinle rahmet. Ana Şahlar, kelleler, zübür tema. Öyle orta vezin var. orta vezin. Şimdi koy sezon koy. Şu an koçkarla indi bir yeme geldi. Maşallah qo'shqar lekin вообще Yine kava. krasata yaraqlarına qaranglar bu qo'shqarni. Haqiqiy bo'ri bu. Şamaldab qo'ygan ekanlar. Ana qo'shqar. Dostlar bu qo'shqarimiz 4-chi qo'shqarimiz bo'ladi. Bu qo'shqarimiz ham 2'den 3'e. Toza mal xudo xolasa. Odilbek bu qo'shqarimizning ma'lumotlarına keladigan bo'lsak, Gentra'ning ukasi bo'ladi, bey. Haqiqiy ülkesi Gentra'nın. Ana qo'shqar. Bu Candar'da dehkan ekeden Murat'ımız var. Bu koçkarının Ümit Çarı'yı alıp verdi ortaya şu. Ümit Çarı'yıp dese doğrusu tanımayacak adam mı özü bulmasa gerek. Bize üzerimiz doğrusu görmeyen bolsak ham adını köpe isteyemiz o insanlı. Hazır günde malımızı malumatına gelelim bulsak. Gentra'nın ülkesi de hakikaten en kelle, şah, kuyruk, ayak hem yeri okşalar. Bu derece kopya. Yüzümüz havas kılıp şu koçkara ağamız bunu. Hazır günde kilasına gelelim bulsak. 130 kilos, 140, 135 temada geledi koçkarımız. Gap bulsun. İşleri zor, yürüyüşleri zor. Xudo xolasa niyet qilib o'tiribmiz sentyabr oyini. Qo'shqar tanlanmaz. Qo'shqar tanlanmaz. Maşallah. Bir yomon olsam salamiz. Hemen nasip etsin şimdi zor zatlarına bakış. Gap bulsun mümkün emas. Avgust oyunumuzda o'tirdik, shohda turibdi. Eti katta. Shuning uchun sentyabr oyini xudo xolasa taxt bo'ladi qo'shqarimiz. Bir tane like basıp koyunlar. Yana bir anda 5 tane qo'shqarimiz var. Ahırına tek görün ne. Serios qo'shqar. Vesovoy. Vesovoy. Bu qo'shqarimiz endi hozir adashib ketmagan bo'lsak 5-chi qo'shqar bo'ladi. Yana izinde 4'si var şunda, doğru mu? 1, 2, 3, 4 qo'shqar var. Like basıp ahırlarını kuzatib koyunlar xudo xolasa. Bu qo'shqarimizning ma'lumotlarına keladigan bo'lsak, Loşa. Loşa, Amir dostumuz var. Emir Loşa.
Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Bu qo'chqarimizning ma'lumotlarini do'stimiz o'zi aytadi, xudo xolasa. Bu qo'chqarimiz Duragay. Endi bir chiqsa Duragaydan ham zo'r chiqadi. Haqiqatdan zo'r ekan. Toxtar, Xorvat qo'chqarimiz. O'zining yugurishlari mola, yugur. Vazohati zo'r. Vazohati zo'r. Уже adam ham napadeniyasi güçlü ekan buni. Bu nerini asabiydan qo'chqar. Xudo xolasa ozgina ves oldirsak, sentyabr oyina bon tayyor bo'ladi. Bu qo'chqarimiz ham sentyabrda xudo xolasa zo'r tomosha beradi. Xudo xolasa, bu ham qo'chqar tanlaymiz. Maşallah. Ili zo'rini o'xshatamiz. Bu chaqqalashgan qo'chqar. Çakkallaştıradi, devreni ya portlatıp adamlarını kıskırtıradi on. Shu chapek soldirib, bir nerga beradi u odamlar. Bütün molda bu. Zo'r tomosha beradi xudo xolasa. Boylar ham berendegan bo'yinlarini yo'g'ilgina qaranglar buni. Вообще krasada. Losha Amir. Zo'r moldan topib turibdi lekin. Bu qo'chqarimiz xudo xolasa 6-chi qo'chqarimiz bo'ldi. Bu qo'chqarimiz ham 2'de 3 eng Adilbek. O'zi 2'de 3'ni boshi bo'lacakmız deb turibman-da, hammasini inglabsiz-ku buni zo'rlarini. Yani ingladik. Maşallah. Ya aytadi-ku, kibr yo'q deb. Vizib tashlab o'tirmizsang, bosa urushtiraveramiz. Davra xaladat deydi-ku bular. Ay moloddes, ishiga ham. Allohdan katta so'zlab bo'lmaydi. Ay moloddes. Davra xaladat buni eng zo'rini. Zo'rini. Bu qo'chqarimiz ham ma'lumotlarına keladigan bo'lsak, bu Malishang bu. Bu Malish. Malishsot. Qo'chqar havas qilganmiz. Zo'r qo'chqar Buxoroda. Eng yaxshi zotdan zo'r darajada qo'chqar. Shunga bir havas qilib Malish zotdan odam Malish deb qo'yibmiz. Sur qo'chqarimiz. Sur. Hozirgi kunda xudo xolasa 9-kuni o'ynaymiz degan mola solinadi bu. Tayyor xudo xolasa. Denge bo'lsa fark yo'q. 3 aşara urishadi. O'ynaymiz. Lekin ozroq shaxta turibdi, yo'llardan masofa olamiz. Malimiz o'yinlari bor. Eng yaxshi o'yinlarni, zo'r o'yinlarni ko'rsatdim. Shukr. Gap bo'lishi mumkin emas. O'rtama. Endi dimom o'rta emas, yaxshi vesi bor. Aman, besama endidan baribir bo'y nalardan qarasak o'rtamalda qaytaradi. Malisham dimom katta mol bo'lmansika. Katta bo'lmi ekan u? Malisham zo'r o'rtama oladi. Endi yonimdan ko'rsangiz u mol boshqa narsa. Bom xudo xolasa azoyib. Zo'r like bosib qo'yinglar, xudo xolasa bir-birimizni azoyib etib krasatasini yana 2 dana qo'chqarimiz qoldi, xudo xolasa ularni namozni qo'yib beramiz sizlarga. Bu qo'chqarimizni xudo xolasa izinda yana 2 qo'chqarimiz bor. Like bosmasangiz bosib videoni oxirigacha zo'rni endi xudo xolasa keyinda qo'yamiz. Oxirinda zo'r mollarni oston geme. Instagram kanalımızda Aktif bo'lib tursanglar, xudo xolasa sizlarga podpis zo'rindan zo'rini chiqaramiz. maşallah. Bu qo'chqarimiz ham 2'de 3'e. Bom 2'de 3. Bom 2'de 3'e. Xudo xolasa eng qizig'i Okyol, Akyol bolasi. Okyolning bolasi bu. Okyolda ham qo'chqar bor, u donima odam bo'lmasa kerak. Shuni bolasi yana xudo xolasa. Bunda kelle ma'lumotlardan keladigan bo'lsa, kelle, oyoq, bo'y, zo'r. Hamma narsasi joyida. Zo'r, ajoyib. Havas qilsa havas qilg'idi. Bu molimizni xudo xolasa bu sentyabr taqdimimiz inshaalloh. Maşallah, qo'chqarning durishini qaranglar vallah. Eng yaxshisi, buni bir xumoratib kiyib boqamiz bularni. Yana kibatsin. Xumorovozlar ko'payaversin. Kanalımıza abone bo'lib qo'yinglar. Endi xudo xolasa, ya kulminatsion deymi? Kulminatsion bu novadi. Dilimizdan o'ylanmay qoldi-ku. Zo'rindan zo'ri. Zo'rindan zo'rini ko'rsatamiz endi xudo xolasa. Ana qo'chqar вообще krasota, gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, xudo xolasa Odilbekning qo'rasimda eng yomoni dedi-ku. Yomonidan yomon. Endi bu yerda yomon, nima deydi bir mazasi yo'q qo'chqarning o'zi yo'q, hammasi mazali, lekin bu narsaning mazasidan boshqa, to'g'rimi Odilbek? Bu qo'ramizni atirguli. Atirguli. Lepeshangning rodnoy bolasi. Rodnoy bolasi Lepeshangni. Buxoro Peshko. Ahmad akaning qo'ralaridan chiqqan, shu yerda tug'ilgan. Bu molimiz hozirgi kunda toza 4 yashar. Vesovoy. Hali endi xudo xolasa o'ynatamiz.
azgına şaxta tuttu. Sentyabr ayına Xudo xolasa taxt oladi malda. Olmasa o'zi buni 9'unda oynaymiz da bu turda. Do'stlar bilan vasiyat etdik, yurdik. Sentyabr taxtı verikdə də həm hələ yürütülmədi mal. Azgına tinivopkisi var. Lekin hakikaten ham malını zoru dostlar. Hemmeyem necip etsin şimdi zor koskarlarına bakış. Ləpəşəng də tutduz buna. Lepeşen. Ləpəşəng. Hakiki koskar lekin mal bu. Doğrusu ten alış gerek. Malını zoru. Hemmeyem necip etsin şimdi zor koskarlar. Baya ne dedi? Adama yamanlık yok. Fakat mala gösterdi bu. Ava. No kerameti bozsa mal bile söyleyecekti bu. Xudo xolasa niye bak oturup zorunu oynayımız da. Koskarlı şaxlarına qaranglar, kellelerine qaranglar. Vaşı krasada gap buluşum giremez bakı. Boynu özü bir temadan bunu. Ene. 150 filus. 150 plus. Ava. Maşallah hakiki mal lekin. Yani ısı da azdırdık bunu. Bir soydum ağırlaşıp gidiyordu. Adılbek bunu Instagram'a videosuna koygan vaxtımız köpçülük koskar satılan mı diye savalını verdiler. Koçkarın indi satılmıydı onu yok bunun. O hemen satılırdı mesela. Pulu kese hemen satılır. Kese hemen satılır. Ondan sonra bir satılmıydı da baytılmıydı. Satılmıydı mecnun olmuydu kudan indi bir mal bu. Ha pulu çıksa satıladı koskar. Satılırdı. Gap buluşum giremez. Lekin hakikat yapmaktı dostumuz. Doğrusu Instagram'a koyganımız bunu 200 milyon köp prosmotor dinleyen bu koskarımız. Lekin hakikaten köpçülük kızıkış bildirip soradı bu koskarını. Yine egelerinden soradık. Bize şu vakti soramamamız Adılbek dostumuz da yine. Adılbek puluna gelse satıladı. Enem o. Gap buluşum giremez.